O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 18, 19, 20 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18 mayda kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 19-20 may kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 18 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18 may kuni 18-23 daraja, 19-20 may kuni 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 18-19 may kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 20 may kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 18 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18 may kuni 13-18 daraja, 19-20 may kuni 10-15 daraja, kunduzi 18-19 may kuni 17-22 daraja, 20 may kuni 20-25 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.